Allah'ın Al-Azim degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselam ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlağa Ustaz Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsiri dersliklerinden Allah'ın Al-Azim degan isim sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Al-Azim degan isim sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 9 yerde tilga ilingan. Baqara suresi 255. ayetida tercümesi: Bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Allah hemiş teriktir. Hemmini idare kılıp turguçudur. O mügdep mi kalmaydı, onu uyku mu basmaydı. Asmanlardaki ve zimindeki hemmenese Allah'ın mülküdür. Allah'ın ruhsuz kim mu Allah'ın aldıda şefaat kılalısın? Allah ulanın aldıdaki, yani dünyada kıygan, keynideki, yani ula üçün ahirette tayarlagan işlarının hemmisini bilip durdu. Ula Allah'ın malumatıdın, Allah ulağı bildirişini xalagan nəsilərdən, yani peygamberlerinin tili arqılıq bildirgen nəsilərdən başka hiç nesini bilmeydi. Allah'ın kürsi, yani malumatı, asmanlarını ve ziminni öz içine alıdı. Asman ziminni saklaş, onunla eğirkenmeydi. O yukarı mertebeliktir, en uluğdur. Al-Azim, büyük, uluğ demektir. Al-Azim'nin lügat manisi, közünü toldurup insanıga hayvet berdigan katta näsiläni köstüdü. Katta al-azim bolgan näsile köz ihata kılıp, yani körüp egelleydigan näsile boluşu mümkün. Mesela bir çoğun pil yoki tağını tasavvur qilsak, mana bu näsiläni köz ihata kılıp egellişi mümkün bolgan näsiledir. Yoki köz ihata kılıp bunu egilep tasavvur qilish mumkin emas narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, osmon, yerga o'xshash. Chunki inson bu katta narsalarni cho'nliqidan hamma atrofini ko'zi bilan ko'rib tasavvur qilishi mumkin emas. Lekin bu narsalarning katta va buyuk bo'lishi nisbiy. Ma'lum narsalarga qarata katta buyuk hisoblandi. Haqiqiy buyuk, ulug' bo'lgan, ko'z hech bir tasavvur qilolmaydigan zot Allah subhanahu va taoladir. Haqiqiy al-azim mutlaq Allohdir. Shuning bilan birga faqat ko'zlam emas, balki aql ham tasavvur qila olishi mumkin bo'lmaydigan, aql tasavvuridan oliy bo'lgan zot Allah subhanahu va taoladir. İnsan Allah subhanahu ve Taala'ni her qancha ulug', büyük deb tasavvur qilsa-mu, Allah subhanahu ve Taala uningdan oliy ham buyukdir. Bendilar ichida al-azim bo'lgan kishilar kimlar? Bendilar ichida hammaning ko'zini va qalbini hayvat bilan to'ldirgan Allah subhanahu ve Taala tarafidan avatilgan peygamberlerdir. Peygamberler öz ümmetlerinin közüde ve kalbide hayvetlik ve ulug' bo'lish kerak. Chunki ularning sifatlarini oddiy insonlar tasavvur qilolmaydi. Peygamberlarni bilish uchun payg'ambar bo'lish kerak. Peygamber bo'lmaganlarning oldida peygamberlar ulug' zotlardir. Haqni, haqiqatni o'rgatgan ustozlar bo'lsa, shogirdlar oldida ulug' va hurmatli hisoblanadi.
Lekin Allah subhanahu va taoladan boshqa al-azim sifati bilan sifatlangan hamma ulug' bo'lganlar faqat nisbiy ulug'dir. Allah subhanahu va taala haqiqiy mutlaq ulug'dir. Hech qanday bir narsaga nisbat berilmaydi. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Hadislardan Muslim rivoyat qilgan hadisda tarjimasi ruku qilganda Rabbinglarni ulug'langlar. Muslim 1102 hadis. Sura Zumar 67-oyatida tarjimasi ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zimin butunlay Allohning changildi bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir va ustundir. Sura Baqara 255-oyatida tarjimasi bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdabmi qolmaydi, uni uyqumi basmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirilgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ya'ni ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, eng ulug'dir. Sura Haj 32-oyatida tarjimasi ish mana shundaq. Kimiki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir. Sura Haj 30-oyatida tarjimasi haj ibodati ana shudir. Kimiki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allohning buyurganlarini bajo keltirib, man'i qilgan ishlardan cheklansa, bu Rabbining dargohida uning dunyo va oxiratlik uchun yaxshidir. Sizlarga chahar paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nijisdan saqlaninglar. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Sura Al-Haqqa 30-dan 33-oyatlargacha tarjimasi Allah davzaqqa muakkil farishtalarga aytidi. Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni davzaqqa tashlanglar. Ondan uni uzunluğu 70 gez keladigan zanjirlar bilan bog'langlar. Uning mundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Alhamdulillah, yuqorida ustoz Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsiri darsliklaridan Allohning al-azim sifatining tarjimasini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.